Men o'limdan qo'rqmayman, bir gramam. Bilim olgan, oldinlar qo'rqardim. Bilim olgandan keyin o'limdan ham qo'rqmaydigan bo'lib qoldim. Mazza ekan. Mana shu dunyo jannat ekanligini yana bitta fakt keltirib beraymi sizlarga? Hoy, jannat u yoqda deyotganlarga. Jannat u yoqda bo'lsa, bu gunohkor dunyo bo'lsa, bu imtihon topshirishga kelganmiz, bu yerda hammamiz gunohga botyapmiz deysiz-da. Lekin kimdir sizga pichoq ko'tarib kelib o'ldiraman desa, rosa qochasiz-ku. Nimaga qochasiz? Nimaga o'lmaysiz? Sizga savol. Tezroq ketmaysizmi jannatga? Bu yerda shuncha gunohga botgandan ko'ra, kundan kunga gunohga botyapsizlar-ku. O'ldiraman deb kelsa, hammamiz qochamiz. O'lgimiz kelmaydi. Nima uchun? Uni ham hozir yoritib beraman. Sababi mana shu joy jannat ekanligini bizani jonimiz biladi. Siz bilmaysiz, siz miyangiz aynib qolgan bo'lishi mumkin, lekin sizning joningiz aniq biladi-da, mana shu jannat. Alloh taolo shu jannatda siz bilan bizga bandasiga yaratib bergan. Yashasin deb addushi. Понимаете? Mana shuning uchun ham biz bu yerdan ketgimiz kelmaydi. Jon biladi shu jannat ekanligini. Shunaqami? Kim o'lgisi keladi? Hammamiz qochamiz-ku, bittasi pichoq ko'tarib kelayotsa yoki mashina kelayotsa. O'limdan qochamiz-ku, hamma o'lgimiz kelmaydi-ku.